Nazariyasiz amaliyot kuchsiz. Lekin amaliyotsiz nazariya bu juda xavfli. Immanuel Kant. Biz hozir turgan Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti nafaqat nazariy bilimlar, balki xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar tomonidan dars beriladi. Men Abduqulova Dilso'z, Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti agroturizm yo'nalishi 3-bosqich talabasiman hamda 2023-yilgi rektor stipendiyasi sohibasiman. Men Rahmonberdiyev Maqsad, Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti iqtisodiyot yo'nalishi 4-kurs talabasi hamda 2023-yilgi rektor stipendiyasi sohibiman. Barcha orzular qattiq mehnat va intizom bilan amalga oshadi. To'g'risini aytganda, bu stipendiyaga erishish asosiy maqsadlarimdan biri edi. Bu maqsadga erishish uchun anchagina mehnat qildim. Ilmiy ishlarim, o'qishim asosiy rol o'ynadi. Nimadirga erishish uchun nimadir qilish kerak bo'ladi. Albatta, barcha talabalar ushbu rektor stipendiyasini yutgisi keladi. Shu qator men ham aynan ushbu natijaga erishishimda ilmiy rahbarimning ko'rsatmalari hamda ilmiy sohadagi izlanishlarimning o'rni beqiyos bo'ldi. Bu yutuqqa erishishda menga katta motivatsiya bergan va qo'llab-quvvatlagan insonlar juda ham ko'p bo'ldi. Ayniqsa ustozlarim Fardayev Husniddin, Saydullay va Fatima. Ustozlarimning bergan bilimlari nafaqat bugungi yutuqlarim, balki kelajakdagi yutuqlarim uchun ham asos bo'lib kelmoqda. Bunday yutuqlarga erishishimda albatta ko'pchilik insonlarning yordami beqiyos bo'ldi. Jumladan ota-onam, ilmiy rahbarim Nurulloy Ulug'bekov bilan. Aynan men o'zimga hayotda motivatsiya oladigan insonlardan biri deya o'zimning ikkinchi Madina Bonu ismli opamlar deya hisoblayman. Garchi bundan ularning o'zlari xabari bo'lmasalar-da, lekin ular mening uchun hayotda motivatsiya beradigan insonlardan biri hisoblanadi. Talabalarga shuni aytamanki, o'z qobiliyatingizni o'zingiz kashf eting va o'zingizga ishoning. Har bir muvaffaqiyat mehnat, intizom va ishonch talab etadi. Ilmiy izlanish oson ish emas, lekin har bir qiyinchilik sizni yanada kuchli qiladi. Aslida olganda har bir talabaning o'z kuchli jihatlari mavjud. Ularning aynan ushbu kuchli jihatlari hamda yangi qirralarini ochib berishda munosib ilmiy rahbarni tanlay olishi eng muhim omillardan biri deb hisoblayman. Men kelajakda o'z soham bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lishni maqsad qilib qo'yganman. Bu maqsadga erishish yo'lida ko'plab ilmiy izlanishlar va tajriba orttirib kelmoqdaman. Ammo tanganing ikkinchi tomoni bo'lgani kabi kamchiliklarim ham yo'q emas. Bu maqolalar yozishda ko'p vaqt sarflashimdir. Kelajakdagi reja va vazifalarimdan asosiysi bu o'z soham bo'yicha qo'shimcha izlanishlar olib borib, ekonomik tadqiqotchi bo'lish niyatidaman. Avvalambor bu natijaga erishishim uchun men bugungi ish niyatimga qoldirmaslik uchun 1 yildan beri tayyorlanib yurgan til sertifikatini qo'limga kiritishga to'g'ri keladi.